Assalomu alaykum yaqinlar, sinfdoshlar. Hozir O'zbekistonda kunduzi bo'lsa, bizda kechasi qorong'i. Bugungi reportajimizni Koreyada O'zbekiston supermarketidan olib boramiz. Mana Fatima Zuhra Jo'shdagi Shamsmonovni chevaralarini ismiga qo'yilgan. Bundan 7 yil oldin mana shu Tegu shahrida katta O'zbekiston supermarketini ochishni o'zimiz taklif qilgan edik. Bugungi kunda Koreyada eng katta do'konlardan biriga aylangan, bir necha qavatdan birinchi qavat supermarket, ikkinchi qavat ishlab chiqarish sexi. Hammasini ishchilar hammasi jo'shliqlar yuritadi. Mana tashqi tomoniga reklama uchun har xil ikkinchi qavatda taxlangan somsalardan reklama qilib qo'ygan. Mana ichkari tomoniga kiramiz. Mana O'zbekiston patirlari, O'zbekiston mahsulotlari hammasi bor. Assalomu alaykum. Hormanglar. Savdoga baraka. Bo'lyaptimi? Mana go'sht rastasi. Go'shtni 16 xil turi bor. Halol mahsulot, maydalangan, suyak alohida farsh qilingan. Mana o'rik, O'zbekiston o'riklari 1 kilosi 20 ming